Yo, barchaga salom. Sizlar bilan Shakrokan Zuba bugun videomizda sizlar bilan men survival qilib uy quramiz do'stlar. Sizlar kanalga o'tib obunani bosib qo'yinglar. Bizlardan bir shu obuna bosib joygacha o'zimizda rejimga chiqamiz. Hatta bu yerda nimalar bor? Ko'mir bor. A few moments later. Birinchi bizga daraxt kerak. Mana daraxt. Daraxt hali biz ko'pgina chopishimiz kerak daraxt. Bizga bugungi naqaga tapor, eng keraklisi yani bolta. Bol 8 ta yetadi. Ve men bir kirib chiqadim. Shunga sal kechik bo'lib qoldi. Mayli, bir tunda tutqizib, keyin qolganini ko'ramiz. Bizga ayniqsa bizga yotoq kerak. Kirka bilan bolta. Chafofib turib nima qilamiz? Va qo'yni o'ldirishimiz kerak. Va sigirni shu yerdan qo'y topmasak boshqa iloji yo'q do'stlar. Bitta koin bor. Lekin qo'y topsak uxlaymiz. Qayerda qo'yar bor. Yes, ke. Просто mana skelet jon bor ekan. Birinchi bash bersak turib qishloqdan yaxshi ancha do'stlar. Demak, shular oldiriqlarda uy quraman endi. Bir xil bo'lish kerak aytgancha. Siz yerdan jo'nab qolamiz qishloqqa. Yerda yorug' joylar ko'p. Mana shu yerdan tosh narsalarga erishib beramiz. Qishloqqa olg'a. Qomatdan bor do'stlar. Birpasda qishloq chiqdi. Jonim kam. Tez ko'paymasak o'lib qolamiz. Jonimiz kam hozircha. Tekizilme. Yugur. Kattagina qishloq ekan. Shu yerda uxlayveramiz do'stlar. Aniq bilaman. Bittasi bo'lsa ham tez kir. Nihoyat uxlaymiz. Nimaga? Kech allaqachon tushdi-ku. Nega uxlamayapman? Uxlamaysan debdi. Negadir? Uxlamasdan kun o'tkazish. Bu qanaqasi bildim. Tashqari yomon. Bizga tosh kerak va mayli, men hayot uxladim. Mana endi ertalab men hayot do'stlar. Va do'stlar, bu qiyamcha ancha vaqt oldi. Haram skeleti. Suv ichmaysan. Men bilan o'ynashma. Endi do'stlar, biz nima qilamiz? Tosh chopamiz do'stlar. Nega bitta narsa yo'q? Bitta dona ham qishloq chiqmayapti. Biz endi mana bu yerga tushib tosh qaziymiz do'stlar.
A few moments later. Bizga asosiysi shu topor yasab olish edi. Endi ikki verstakni qo'yib, qolgan narsalarni yasab olamiz. Yo'q, o'zimiz versak bor, ahamiyatli. Ortiqchasi kerak emas. Bundan ikkita ne bo'ldi? Tepasigami? Yo'q, temir. Temirda ko'mir. Yana bittasiga go'sht qo'yik. Bularni olamiz. Yana bittadan keyin zo'r bo'ladi. Mana yapti. Ve bu topor. Bu ne olmuş? Ne bu mu yaptı? Ha, etkençe bunu bir ara koşum koymasam olmaydı ki. Bittasini sindırtıramiz do'stlar. Tepasida aytaver. Ba'zida oxirgisi mana shuni kutdik. Ve mana. Ve hammasi tayyor. Endi buni chopib olamiz. Buni bu bilan chopib olamiz. Ve endi do'stlar daraxt chopishga olg'a. Birinchi toshli kirkada chopib olamiz. Mana bu yoqqa daraxt chopishga ketdik. Yo, bizga bunaqa daraxt kerak. Bu daraxt bizga mos emas, chunki mana buni go'sht olsak va buni yeb olamiz. Ve ketdik. Mana buni olib, buni tugagandan keyin kucha ikkinchisiga o'tamiz do'stlar. Do'stlar, mana shu joyda to'xtataman videoni. Ikkinchi qismda mana shu joydan boshlab videoni davom ettiraman va uy quraman. Yana biroz daraxt chopib, sizlar kanalga o'tib obunani bosib qo'yinglar. Sizlar bilan ko'rgan bo'ldi. Sizlardan bitta iltimos, obuna bosish.